Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrdon o'quvchilar, qadrli obunachilar, bugun inshaalloh Allohning izni bilan tajvid darslarimizga kirish qilishni niyat qildik va berilgan so'rovnomaga asosan ko'pchiligimiz tajvid qoidalarini o'rganishni ma'qul ko'rishdi. Shunday ekan, oldindan aytib qo'yamiz, biz bir olim inson emasmiz. Shunchaki biz ham ilm yo'lidagi xuddi siz kabi o'rganuvchi talaba, ya'ni tolibi ilmmiz. Shunday ekan, xatolarimiz, kichik kamchiliklarimiz uchun oldindan uzr so'raymiz. Imkon qadar ustozlardan o'rgangan, bilgan narsalarimizni sizga soddaroq tarzda yetkazishga harakat qilamiz. Inshaalloh qandaydir foydali, manfaatli ilm ola olsangiz, qanday xayrli bir narsa topa olsangiz Alloh taolodan deb bilgaysiz. Agarda qandaydir bir kamchilik yoki bir qusur ko'rsangiz, kaminadan deb bilasiz. Demak, Allohning izni bilan bugun biroz kirish qilib olgan bo'lamiz. Ya'ni darsimiz qanday uslubda o'tadi? Buni albatta ko'pchiligimiz bilamiz. Mana shu kamtargina doskamiz, markerimiz va birgalikda mavzularni o'tib kelyapmiz shu paytgacha. Endi esa keling biz nimaga asosan o'tamiz tajvidni degan savollar tug'ilmasligi uchun mana shu darslikni ko'rsatamiz va ko'pchilikka balkim tavsiya sifatida ham berishimiz mumkin. Ya'ni nomi tartil kitob do'konlaridan ko'rishimiz mumkin. Endi esa tuzuvchi Jahongir qori Ne'matov. Bu inson Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom institutining Tahfizul Qur'on kafedrasi katta o'qituvchisi bo'ladilar. Bu albatta ana shu Toshkent Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom institutining Tahfizul Qur'on kafedrasi tomonidan chop etilgan, Movrun Nahr nashriyotidan chop etilgan bir qo'llanma. Juda ham sodda deb o'ylaymiz, qisqa, mana ko'rib turganingizdek, darslik ham sizni qo'rqitadigan darajada katta emas. Umumiy qoidalar juda chiroyli tartibda ustoz tomonidan tuzilgan. Ana shu kitob asosida o'tamiz va kelajakda balki inshaalloh ustozning o'zlarining darslaridan ham foydalanib boramiz. Shunday ekan, siz ham foydalanishingiz mumkin bu kitobni topgan holatda. Endi esa keling sekin darsga kirish qilib olsak. Xo'sh, tajvid o'zi nima? Biz nega tajvidni o'rganyapmiz? Albatta ko'pchiligimizda bu savolning javobi tayyor. Qur'on o'qish uchun, Qur'on o'qish qoidalari to'g'ri, chiroyli o'qish uchun. Keling tajvid so'zining ma'nosini ko'raylik. Tajvid so'zi lug'atda chiroyli qilish, ya'ni chiroylini, bir narsani chiroyli qilish, sifatini oshirish degan ma'nolarni bildiradi. Tajvid so'zining ma'nosi. Istilohda esa har bir harfning mahraji, ya'ni chiqish mahraji bor, biz bilamiz, chiqish o'rni. Sifati, mad, tarqiq, tafhim kabi tajvid qoidalari, bular biroz sizga notanish, lekin shu tajvid qoidalaridan iborat haqqini berish. Ya'ni har bir harfni qoidalarga binoan o'z haqqini ado etgan holda talaffuz qilish ekan. Ko'pchilikdan eshitamiz, harfning haqqini ado qil, ya'ni to'g'ri o'qi degani. Shunday ekan, siz har bir harfning qoidalarni o'rgangan holda haqqini ado etib o'qisangiz, inshaalloh sekin astalik bilan tajvid qoidalarini o'rganib borasiz. Endi esa shar'iy hukmi biz hozir aytgan darslikda keltirilgan, ya'ni manba shu darslik hozirgi Muzammil surasining 4-oyatiga ko'ra va Qur'onni tartil bilan dona-dona qilib tilovat qiling. Ana shu oyatga ko'ra uni amaliy jihatdan, ya'ni uni hayotda qo'llash, namozlarda qo'llash, ya'ni tilovat qilganingizda qo'llash bu siz uchun, ya'ni har bir erkak va ayol uchun farzi ayn ekan. Ya'ni biz uchun bu farz ekan, o'rganishimiz kerak. Lekin uni nazariy jihatdan bilish, ya'ni kimgadir yetkazib bera oladigan darajada ichidan chuqur o'rganib bilish, bu
farzi kifoya ekan. Tajvidni qoidalari juda ko'p emas. Balkim sizga biroz qiyinchilik qilar, lekin bir iltimosimiz hozirdan biror dars tushunarsiz bo'ldimi? Albatta bo'lishi mumkin. Sababi yangilik bu sizga. Siz u darsni qayta ko'rishga harakat qiling. Agarda sizga dars bir necha bor ko'rganda ham tushunarsiz bo'lsa, siz kimdandir maslahat, yordam so'rashga harakat qiling. Ya'ni yanada boshqa yo'llarni qidiring. Lekin bir marta ko'rdingizmi, tushunmadingizmi, yo'q bo'ldi, men o'qiy olmas ekanman-da degan narsani xayolingizdan chiqaring. Qiyin narsa emas. Vaholanki ko'p kuzatgansiz, yosh 6-10 yoshli bolachalar ham hatto tajvidni o'rgangan holda, tilovat, qiroat qilgan holatda qanday endi siz bu narsani o'rgana olmasligingiz mumkin. Shunday ekan, va unutmang, xolis Alloh uchun bu fanni, ya'ni bu ilmni olyapsizmi, inshaalloh Alloh sizga bu yo'lni yengil qilib qo'yadi. Inshaalloh. Shunday ekan, demak, sekin astalik bilan kirishni boshlasak, demak, biz istioza va basmaladan boshlaylik. Bugun boshlanishiga shunchaki istioza va basmala aslida nima? Demak, ko'pchiligimiz balkim bilarmiz. Bilsak takrorlash. Istioza a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Basmala esa bismillahir rohmanir rohim. Ha? Istioza, ya'ni istioza qachon ishlatiladi? Sodda, qachon ishlatamiz istiozani? Biz tahorat qildik, poklandik, qo'limizga Qur'onni oldik yoki umuman tilovat qilmoqchimiz, yoddan qiroat qilmoqchimiz. Shunda biz shunday holatda doimo esingizdan chiqarmang. Istiozani hamisha ishlating. Ya'ni Qur'oni Karimni o'qimoqchimisiz, ya'ni kitobdan yoki tilovat, qiroat qilmoqchimisiz, istiozadan boshlang. Ya'ni a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Shunga hukmiga ko'ra qiroatni, surani xoh avvalidan boshlang, xoh o'rtasidan boshlang, istiozani aytish mustahab deyishgan. Ayrimlar vojib deyishgan ekan. Bu albatta manba, endi doimiy manbamiz biz aytgan kitob bo'ladi. Ya'ni tartil kitobi. Shunday ekan, mazmuni nima desangiz, bu istioza o'zi so'zining ma'nosi panoh tilash. Biz aytgan kalimaning, ya'ni a'udhu billahi minash shaytonir rojimning ma'nosi esa Alloh taolodan panoh tilash. Ya'ni a'udhu billahi degani Allohdan panoh tilayman. Mina dan degani ash-shaytonir rojim, demak quvilgan shaytonning, ya'ni shaytonning yomonligidan panoh tilayapmiz. Alloh taolodan panoh so'rayman shaytonning yomonligidan, ya'ni shaytonning yomonligidan panoh so'rayman. Shundiga doimiy ishlatar ekanmiz demak. Endi esa basmala. Bismillahir rohmanir rohim. Albatta, buning ma'nosini barchamizga ma'lum. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila boshlayman. Shunday ekan, basmalaning, ya'ni basmalaning ishlatilishi esa ahamiyat bering. Agarda suraning boshida turgan bo'lsangiz, basmalani ishlatasiz. Ya'ni misol uchun a'udhu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim, alhamdulillahi robbil alamin. Shundiga, demak, basmalani suraning boshida ishlatar ekanmiz. Istioza esa xoh boshidan, xoh o'rtasidan edi. Basmala esa boshi bo'lsin, o'rtasi bo'lsin ishlatyapmiz. Basmala esa boshida doim ishlating, o'rtasida esa ixtiyoriy deyishgan. Allohu a'lam. Ya'ni ko'pchiligimiz balkim eshitgandirmiz, oyatul kursi. Ko'pchilik istiozani aytadi,
va oyatul kursiyni boshlaydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Mana shu tarzda. Endi esa talaffuz nuqtai nazaridan oxirgi aytadigan narsamiz, o'ylaymanki, shu yergacha tushunarli. Talaffuz nuqtai nazardan istioza, ya'ni panoh tilashni, auzu billahni, siz agar o'zingiz yolg'iz bo'lsangiz, birovga eshitilarli darajada emas, jahriy o'zingiz eshitadigan darajada, jahriy emas, ya'ni qanday maxfiy darajada o'zingizga eshitilsa bo'ldi. Shunday o'qiysiz. Agar siz yig'inlarda yoki ta'lim berish jarayonida bo'lsangiz, istiozani eshittirib, jahriy nima qilar ekanmiz? O'qir ekanmiz. Basmala esa unday emas. Basmalani eshittirib aytamiz. Ya'ni eshittirib talaffuz qilar ekanmiz. Ya'ni misol uchun o'zingiz turibsiz, qo'lingizda kitob, sekin o'zingizga eshitilarli darajada auzu billahi minash shaytonir rojim. Lekin basmalani bismillahirrohmanirrohim dediga mana shunday sodda tarzda, ya'ni biz ojizona tushungan narsamiz mana shunday ekan. Endi esa tushunarli bo'l, hali bu mavzuga qaytamiz. Bu shunchaki boshlashimiz uchun inshaalloh. Davom etamiz. Demak, keyingi tushunchamiz qalqala. Biz sizlar bilan harflarni o'tdik, tovushlarni o'tdik, cho'ziq unli, qisqa unli va hokazo asosiy darslarni o'tib oldik. Ya'ni harf taniymiz, sekin o'qiyapmiz. Endi esa harflarning haqiqiy sifatlariga kirib borishni boshlaymiz. Qalqala bu shunday bir sifatki, qalqala shunday bir harfning sifatiki, u quyidagi harflardan mujassam. Ya'ni qaysi harflar desangiz, mana shu iborada jam bo'lgan siz ham shu holda o'zingizga yozib oling. Qut bu jadin. Demak, qof, po, ba, jim, dal. Mana shu harflar qalqala harflari ekan. Endi esa qalqala harflari qanday? Albatta savol tug'iladi. Bu harflar shunday sifatli harflarki, agarda bular biror yerda sukunga uchrasa, bu sukun biz bilardik. Sukunga uchraydigan bo'lsa, bu qalqala yuzaga keladi. Qalqala shunday bir holatki, misol uchun mana shu formulani ham o'zingizga yozib oling. Mana a va bu yerda xohlagan harfingizni qo'yib sukunlaysiz. Misol uchun b, ab. Ana, men hoziroq boshladim qalqalani. Ya'ni qanday ekan? Agarda siz o'zingiz bilgan holatda ab desangiz, ya'ni ab ko'pchilik uchun bu to'g'ri tuyulishi mumkin. Ab mantiqan, lekin qalqala ishlamayapti. Demak, qalqala nima desangiz, qalqala portlash degani. Qalqala ana shunday sukunga uchraganda birinchi sukun qilasiz, ab deysizda, keyin portlatasiz. Ab. Xuddi bdan keyin bordek, i emas, bordek. Axir deymiz-ku, axir degandagi bor, lekin ab deb qo'ymang. Yo'q, ab desangiz seziladi siz soxta yasayotganingiz. Yo'q, siz tabiiy chiqarsangiz qalqalani portlatib o'zi chiqib keladi. O'sha tabiiy chiqadi. Ab demaysizda, ab yoki dalda, ad, jimda, aj, qofda, aqo, toda, apo. Shundiga aqo, ab, aj, ad, aj, ab, aqo. Shundiga endi esa misollarni keling ko'raylik. Ko'pchiligimiz, deyarli barchamiz o'ylayman, yodlaganimiz suralardan
Ixlos surasida Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Qul huvallohu ahad. Ahad. Agar siz qul huvallohu ahad desangiz, xato ketdi, qalqalani ishlatmadingiz. Sababi nima bo'lyapti? Dal sukun bo'lib kelyapti. Ha? O'zidan oldinga harakat mayli, u muhim emas, muhimi o'zi sukunli bo'lib kelyapti. Qul huvallohu ahad. Allohus somad. Lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. De ko'rdingizmi? Agar siz qul huvallohu ahad, Allohus somad desangiz, demak siz qalqalani, yana takrorlayman, ishlatmayapsiz va xatoga yo'l qo'yyapsiz. Endi esa yana takrorlayman, bu shunchaki birinchi o'sha sukun yopadida harfni. Deganda o'zi sizda havo yig'iladi o'sha yerda. Chunki bular aslida yopilib talaffuz qilinadi, to'g'rimi? Ab desangiz yopilib qoladi o'sha bo'shliq. Ab tushundingiz? O'zingiz deb tursangiz, bo'g'izingizda havo yig'ilganini his qilasiz va siz shunchaki havoni shunchaki chiqarib yubormay, silliqlik bilan portlatib chiqaring. Ab, ad, aj, aqo. O'ylaymizki, tushunarli bo'ldi deb, demak qiladigan ishimiz yozib olamiz. Imkon qadar ko'rsatgan darsligimizni varaqlab yoki boshqa bir darsliklardan, balki muallimi soniy va hokazo o'zingiz darsligingiz bordir. Muhimi mavzu bitta harflar, har o'sha darsliklarda shu harflar, boshqa harflar, qalqala harflar yo'q. Yana ko'pchilikda kuzatiladigan xato, ya'ni ko'pchilik qalqalani boshqa harflarda qilib qo'ygandek tuyuladi. Qanday bo'ladi u? Axir qalqala boshqa harflarda ham ishlash mumkinmi desangiz, siz agar ishlatsangiz ishlab qolishi mumkin, lekin siz xato qilayotgan bo'lasiz. Ya'ni bu qanday desangiz, faraz qilamiz, oddiygina bir misol. Qo'lingizda pichoq bor, pichoq, oddiy kesuvchi. Siz ana shu pichoq bilan biror bir sabzavotni kesyapsiz. Faraz qiling, deyarli hammamizda bo'lgan holat. Pichoq albatta o'zini vazifasini biladi, tekis kesdi, siz xohlagandek. Ko'pchilik esa mana shunday bir narsa bilan, ya'ni buni vazifasi o'zi o'chirish, kesish emas. Ana shu bilan kesishga harakat qiladi. Bu mantiqan ham, amaliy tarafdan ham noto'g'ri. Xatoni tushundingizmi? Shunday ekansiz, qalqala harflardan boshqasiga berib qo'ysangiz, siz xuddiki gubka bilan nima qilayotgandek bo'lasiz, sabzavot kesayotgandek bir xato qilgan bo'lasiz. Ko'rsangiz nima qilasiz o'shanday odam? Albatta, deysiz, kamida yo'qni qo'yaverasiz. Shunday ekan, faraz qiling, misol uchun ko'pchilik qilib qo'yadigan va eshitganim xato, Fotiha surasida ko'pchilik ana amta deb qo'yadi. Ya'ni nni qalqala qilib qo'yadi. Nning sifati unday emas. N shunchaki nima bo'ladi? An bo'ladi. An bo'ldi. U nima qilyapti? Xato qiladigan inson ana amta deb qo'yapti. Balkim kim uchundir chiroyli ko'rinar, lekin bu endilikda siz va biz buni bildikmi? Bunday xatolarni qilmasligimiz kerak. Tushundikmi? Ana am yoki ama, ala deyilmaydi. Al. Tushundiga? Yoki afa deb qo'ysangiz ham qalqala qilayotganga o'xshab qolasiz. Afa emas, af. Yoki ala emas, o'ynash kerak emas. Borini qilaylik, o'rganganimizga amal qilaylik, qolganlarini o'z sifati bor, ana ularni esa sekin astalik bilan ko'rib chiqamiz. Endi esa sizlarga beriladigan vazifamiz ana shu mavzuni yozib, tushunchalarimizni daftarlarga tushirib, ana keyin
xoh eshitgan holatda, xoh Qur'oni Karimni ochgan holatda 10 ta, kamida 10 ta misol topasiz qalqalaga va o'zingiz ham aynan hech bo'lmaganda o'sha so'zning talaffuzini birinchi qoridan eshitgan holatda o'zingiz ham harakat qilib ko'rasiz. Kelishdiga va agar malol kelmasa bizga yo'llasangiz, mana ustoz, mana shu 10 ta deb rasmga olib, ya'ni 10 ta misolni. Shunday ekan, bugungi o'tadigan mavzuyimiz mana shu qisqacha edi. Bu albatta kirish bo'lgani uchun va o'ylaymanki nimadir foydali jihat oldingiz deb. Inshaalloh agarda mana shu o'tishimiz, mana shu uslubimiz manzur bo'ladigan bo'lsa, sekin astalik bilan kelajakda boshqa mavzularni ham Alloh izni ila, Alloh qodir qilganicha sekin asta ko'rib chiqarmiz. Inshaalloh. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Salomat bo'ling. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.